Ko'zlarimni blefaroplastika qildirganman, bilasizlar, qovoqlarimni oldirtirganman, lekin shunda ham qovoqlarimga doim mezoterapiya yoki uhodlar qilib turaman. Kollagen, botoks qilmaganimga ham ancha bo'lib ketdi. Mimikalarim bemalol ishlaydi, lekin peshonam juda ham taring. Endi mana bu terimani osilib qolmasligi uchun men hozir ko'z atrofimga mezoterapiya qilaman. Sizlarga bu foydasini o'sha har doim yuzingizga yaxshi narsalar qilasiz, nimalar qilasiz, bizga ham ko'rsating. Ko'proq men Instagramda ko'rsatmayman nimalar qilishimni. Hozir men sizlarga qanaqa preparatdan foydalanishimni va ko'zlarim nimaga bunaqa har doim ajinsiz turishini ko'rsatib beraman. Mana hozir anesteziya qo'ydim va anesteziyani 15 minut 20 minut kutdik. Endi anesteziyadan keyin ko'zlarim tiklariga, ajinlariga qarshi ukol qilaman. Anesteziyadan keyin og'rimaydi, og'riq juda ham past bo'ladi. Ko'zlarimni atrofidagi mayda ajinlarni vitamin yordamida ketkazamiz. Nimaga har doim ko'zlarim tegi yaxshi bo'lib turadi? Chunki ko'zni o'zini biorezultantini qilaman. Ko'zlarim tagida bar mayda ajinlar bo'ladi. Biorezultant olganda ko'zlarni tagiga o'zi spetsialniy ukoli bo'ladi. Shularni olsanglar, ajinlarni zo'r yoyib beradi. Ishoninglar, bunaqa ko'z ukolini men hali ko'rmagandim. Ko'z uchun meza ayi bunaqasini ko'rmagandim. Juda ham zo'r namlantiradi, ajinlarni zo'r yoyib beradi. Immuniy mimikalarni ketkazadi. Og'rig'i unaqa bunalardagi darajada bo'lmaydi. Ko'zimizdagi elastichnilikni oshiradi. Juda ham ko'p patsientlarga xos skidka narxida qilyapman. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'z atrofiga o'zimga ham shu qatorda olyapman. Terilaringiz ajinsiz, agar tekis bo'lib turishini, tabiiy tekis bo'lib turishini xohlasangiz, ko'zingiz atrofiga albatta shu ukol olishni tavsiya beraman. Joylari, izlari unchalik ham bilinmaydi, lekin mimika qotgan paytimizda ko'zlarimizning atrofini juda ham zo'r namlantirib beradi. Kosmetologlar nimaga har doim tabiiy bo'lib turishadi? Chunki ular ko'proq yuzlariga meza preparatlar olishadi. Yuzim qaranglar, o'sha xaltdan ko'zim atrofini o'zi yomon turibdi. Bu ko'zlarimni, qoshlarimni atrofini, ko'zimni oralig'ini sal ochib ko'tarib berishga yordam beradi. Mышца bo'ylab qilinadi. Og'riqligi chidasa bo'ladi. Unaqa juda ham og'rib, chidab bo'lmaydigan darajada bo'lmaydi. Agar ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu yoq ko'zimga nisbatan bu yoq ko'zim ancha kattalashdi. Hamma ukollarni, mezoterapiyalarni o'zini texnikasi bor. Agar texnika to'g'ri qilinsa, hamma kosmetologda ham bir xil preparat bo'lishi mumkin, lekin texnika hammada har xil bo'ladi. Yosharib, tabiiy bo'lishim nima deb o'ylaysiz? Shu kremlarni vaqtida surib, ukollarimni vaqtida olganim uchun ko'zlarim yaxshi bo'lib turadi. Yuzim ham oldingi ko'rganingizdan ancha yoshroq, to'g'rimi? Oldingidan ancha yoshargan. Odamlar qarish o'rniga kosmetologlar yosharib ketyapti. Bittaman emas, boshqa kosmetologlar ham. Chunki hamma to'g'ri uhod qilishni o'rganadi-da o'sha. Bo'ladi. Iloji bo'lsa-da. Lekin opasniyda ko'z tagi. Bir xilgalarcha ko'kartirib tashlaydi. Men qarang, umuman ko'karmagan ko'zlarim.
Mana bitta mamtimda, tak qolgan hamma joyim erta hali 1 soatda ketib qoladi. Ko'p yegandanmi ko'karish? Yo'q, tomirga tushishdan bo'ladi-da. Sosudlarni yaxshi bilgan kosmetolog tomirga tushmaydi, ko'kartirmaydi. O'shanda siz xonada xuddi ukol olmagandek chiqib ketasiz-da. 1 soatda eriyguncha ush qaytib ketadi. Agar sosudni to'g'ri bilsa, teriga to'g'ri tushsa, unda yuz ko'karmaydi. Lab ko'karishi ham shundanmi yo o'zida bitta ko'karadimi? Lab ko'karishi har xil, kimlardir anatomiyasiga qaraydi, kimlarnikidir ko'karadi, lekin tomirga tushib qo'ysa обязательно ko'karadi. Labda ham xuddi shunaqa. Bir xilgilar bor, hech narsa bo'lmaganda chiqib ketishadi. Bir xilgilar bor, ko'karib ketadi. Mana shu qizarishlari 1 soat, 1,5 soatda ketib qoladi. Keyin xuddi hech narsa bo'lmagandek yana mimikama qarang, o'sha ishlayapti. Ko'rdingiz boyagidan mana. Hali bu ma'mula ketsa, vobshe chiroyli bo'ladi. Bu yoyiladimi? Dumaloq qoladi. Ha, bular yoyiladi. Yoyilgandan keyin ko'z atrofi yana ham anaqa bo'ladi. Tabiiy ko'rinish holati shu. Bir xilgilar botoksdan qo'rqadiganlarga zo'r preparat-da bu. Botoksdan qo'rqaman, lekin ajinlarim ketsin deganlarga ko'zga juda ham zo'r. Mana muqovali qarib qolib, xuddi bujmayib qoladi-da, o'sha tushish boshlaydi. Mana bir xilgilar aytadi-yu, ko'p turmayapti ko'zim deydi-ku. Bir yaqinda o'tgan yil blefaroplastika qilingandim, lekin qovog'im yana tushyapti deydi-ku. Mana shunaqa har xil ukollarni, mezoterapiyalarni olib yursa, ko'z yana joyiga qaytib tushmaydi. Chunki ko'z ko'p harakatda bo'ladi-da. Shuning uchun yana eski holatiga qaytaveradi. Mimikaga ta'sir yo'qmi? Sizni ko'zingizdagini ham shunaqa qilsak bo'ladi. Yoki kollagenda. Mimikaga ta'sir mana qarang, menda bormi? Bemalol mimika qilaman. Mana bundoq qilgan qotmaydi. Bunda qotmaydi. Bunda qotmaydi. Lekin botoksni ham me'yordan ko'p qilsa qotadi. Yumshoqroq qilib, kamroq dozada qilsa, естественный holatlarga boshqacha botoksda qilinadi. Shuning uchun ani xohishga qarab qilinadi-da. Bir xilgilar yumshoqroq tursin, erim ko'rganda soxta bashara bo'lib qolibsan deyshadi-ku, o'shalarga biyorzildan yo'q. Xuddi zaharing sochayotganga o'xshaysan deydi-da. Bir xilga ayol aytadi, "Voy, men jahlim chiqmayapti" desam, "Qarab basharang qotib qolgan" deydi-da. Bu mimikasi ishlamaydi. Bunda mana bu qo'lida bemalol mimikasi ishlayveradi, yuzi yana ham yoshiraveradi-da. Buni erkaklarga ham qilamiz. Xalta bo'lib osilib qolgan erkaklar kelib olib ketishadi. Buni eng zo'r tarafi 1 soat, 1,5 soatda tarqab ketadi-da. Что siz kosmetologga borganingiz bilinmaydi. Qancha podborodoklargacha osilib qoladimi? Nasogubkaga. Nasogubkalarga o'zini zo'r biorizidantlar bor, o'shalarni qilsangiz ko'taradi. Bu faqat ko'zi o'ziniki. Qarang qanaqa bo'ldi, zo'r bo'ldi ko'zim. Men bu qovog'imni oldirganimdan keyin mana endi terim osilish boshladi. Mana hozir mezoterapiyadan keyin ancha terim yana oqarib, taraylashdi. Bir xilga aytadi, ko'zingizdagi vashim zo'r turadi, qora yo'q deydi. Mana shunaqa narsalar olamiz-da, etsak, voy deb 2 soat o'ylanishadi. Lekin meni patsientlarim o'ylanmay olishadi. Men aytgan narsamni olishadi. Chunki nazokat yaxshi narsa taklif berasiz. Hamma aytganim qilib ketishadi. Bemalol makiyajni qilib ketaveradimi? Bemalol. Xohlasa, endi srazu emas. Ertasi kuni ertaloq qilib ketishligi mumkin. Srazu qilib ketib bo'lmaydi. Qoshni juda ham zo'r ko'tarib beradi-da. Qoshingiz samuraylarga o'xshab, tabiiy ko'tarib turadi deyshadi. Dagestanskiy turadi. Dagestanskiyga o'xshaydi qoshimiz. Mana shu narsalardan keyin, конечно, shunaqa bo'lib turadi-da. O'zi o'zbekga o'xshamaydi mimikalaringiz dedi, lekin tabiiy ushlashga harakat qilaman. Birov ko'rsa, soxtalik, unaqa narsalar yoqtirmayman o'zim ham soxtalarni. Kosmetologlarga maza deyshadi. Kosmetologlar, конечно, chunki kosmetologlar постоянно yuziga meza, bio, shunaqa namlantiruvchilar, yoshartiruvchilar olishadi-da. Masalan, patsientlar 6 oyda olsa, 6 oy, 3 oyda olsa, bizni 6 oyda yoki 1 yilda olsa, biz har 3 oy, 4 oyda olamiz shu narsalarni. Shuning uchun kosmetologlarning yuzi ancha yaxshi turadi patsientlarga qaraganda. Nima qilasizlar? Bizdan yaxshi-ku, unaqa-ku deyshadi, lekin ko'proq kosmetologlar o'ziga baribir yo'q deganda 3 oyda bio qilishadi yuzligiga. Shunaqa. Mana qarang, boyagidan qanaqa zo'r bo'ldi. Boy mamtimda ikkita chizig'im bor edi. O'sha chizig'im yo'q. Ishtimga qilarsam
Mana siz ham ko'p kosmetologlar bilan ishlaysiz-ku, o'ziga o'zi qilgan kosmetologlar bormi shunaqa? O'zini yuzini o'zi davolay oladigan. Eng yaxshi kosmetolog o'zini yuzini o'zi davolay oladigan kosmetolog. Agar sizni ham ko'z atrofingizda mayda ajinlar bo'lib, botoks qildirishni xohlamasangiz, обязательно shu mezoterapiyamizni olinglar. Ko'z atrofidagi ajinlarni juda ham zo'r ketkazib beradi. Mana hozir o'zim yuzimga qildim. O'zi живой har doim kelib ko'rib ketgan patsient aytishadi, ko'zlaringizdagida bitta ham ajin bo'lmaydi deb. Mana shunaqangi biorezultantlar, foyda beradigan preparatlarni qilamiz. Shuning uchun kosmetologlaringizni har doim oqarib, tekis bo'lib turadi. Makiyaj qilganda ayniqsa juda ham chiroyli ko'rinadi. Sizlarga ham maslahat beraman. Darratan murojaat qilinglar va o'zinglarni vaqtingizga zapis qilib, adminlarga yozdirtirib qo'yinglar. Sizlarni qabulimda kutaman va shunaqa chiroyli qilib chiqarib olishga so'z beraman. Ajinsiz hayot go'zal deydi. Agar YouTube formatda bizani ko'rayotgan bo'lsangiz, обязательно описаниямizga Telegram kanalimizni hamda telefon nomerimni shaxsiy dayratimni qoldiraman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa ko'z atrofidagi mayda ajinlar qiynasa, men Nazokat kosmetolog bunda sizga albatta yordam beraman. Chiroyli bo'lib yurish ayoli bu majburiyatlardan biri. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.